Mehmon kelganda qatga o'tkazishni bilmayapsiz, 8 tadan 10 tagacha sug'oradi. Choy ichib bo'lgandan keyin xonni olib qo'yib, mehmonxonaga jo'natishni hojati yo'q. Qaranglar, shuncha mehmoningiz bo'ladigan bo'lsa, shuni tortasizda, tortganingizdan keyin shuni spanni qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol yotishadigan bo'ladi. Bu tumbalarni jildirib qo'yadigan bo'lsangiz, xotirjam xulasha mehmonxona pulini sizlarga berib qo'yishaveradi. Bu narxiga keladigan bo'lsangiz, narxlari 5,5 million so'm. Agar xonadan tashqari deydigan bo'lsangiz, 4 million 900 ming so'mga qilib berilaveradi. Mo'yshi bo'ladi. Yuk ko'tarishlari hamma tomonlar garantiyalarni ham beradigan bo'lar. Undan tashqari katta mebellarimiz bormi deganlarga ham qilib berilaveradi. Hozir trendda bo'layotgan qora panterani ham akalarimiz chiroyli holatda 15 ta 18 tagacha odam sig'adigan chiroyli holatda qilib beriladi. Narxlar keladigan bo'lsa 5 million 200 ming so'm atrofida chiqadi. Agar xonadan tashqari bo'ladigan bo'lsa 4 million 300 ming so'mga qilib beriladi. Uchta pufilari bor, yostiqlarni ham qo'shib berishadi. Menga jicha arzonroq deganlarga 1 million 600 ming so'mdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Oshxonaga qo'yaman, garderobga deganlarga, undan tashqari ofshi xo'lga qo'yaman deganlarga qilib berilaveradi. Dastlabkilar vodiy bo'ylab bor va mebellarimizga 5 yil garantiya berishaveradi. Pastda nomerlar bor, Ravshan Medonov sizlarga chiroyli holatda yetkazib beriladi.